Fransiya bilan Amerikaning birlashma yozma bayonoti qaraganda, Amerika prezidenti Jo Baydenning talabiga asosan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan Bayden suvosti paraxti turida e'lon qilingan bayonotning natijasini muzokara qilgan. Bayonotda Macron bilan Baydenning oktyabrning oxirida Yevropada uchrashib, bu bosqichning harakatchan davomlashishiga kafolatlik qiladiganligi bayon qilingan. Shundaqla Macron Fransiyaning Amerikada turishliq bosh elchisining kelar hafta Washingtonga qaytib, vazifasini davomlashtirganligini aytgan. Dunyoning asosliq karbon qo'yib berguvchilarining biri bo'lgan Xitoy buningdan keyin chet ellarda issiqlik elektr stansiyasi qurmaydiganligini e'lon qildi. Xitoy prezidenti Xi Jinping Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yillik umumiy yig'inida sin orqali qilgan so'zida Xitoyning amdi chet elda yangi ko'mir yiqilg'uliq issiqlik elektr stansiyasi qurmaydiganligini yo'qarildi. Lekin Xitoyning bu nishonni qanday amalga oshirganligi to'g'risidagi tafsilotlar noma'lum. Rossiya Tashqi ishlar ministrligining xabar qilishicha, Rossiya, Xitoy va Pokistonning Afg'onistondagi alohida vakillari Afg'onistondagi Taliban hukumatining amaldorlari bilan ko'rishgan. Turkiya raisi Erdo'g'anning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'inida so'z qilishdan ilgari Uyg'urlar va Kashmir krizisi haqida nimalarni deyishi qiziq nuqtaga aylangan edi. Xitoyning ko'p yillardan buyon Uyg'urlarga qilgan ziyonkashligi isbotlari bilan o'tirg'a chiqqan va bir qism g'arb davlatlari Beijing hukumatini irqiy qirg'inchilik bilan ayblagan bo'lsa-mu, Kashmir to'g'riliq uzun so'z qilgan Erdo'g'an so'zida biz Uyg'urlarning asosiy huquqini qo'g'dash uchun texnik ko'p kuch chiqarishimiz kerak deb qaraymiz dedi. Talibanlar Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga yozgan xatida o'zlarining bir hafta davomlashadigan umumiy yig'in muzokaralariga qatnashishni xohlaydiganligini bayon qildi. Bu talab 9 davlatning vakillarini o'z ichiga olgan aloqador komitet tomonidan baholanadi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'ini doirasida Turkiya Tashqi ishlar ministri Mevlut Çavuşoğlu bilan Nagorno-Qarabog'dagi vaziyatni muzokara qildi. Blinken Çavuşoğlu uchrashishi 1 soat atrofida davomlashdi. Blinken Amerikaning Armeniya bilan Ozarbayjon o'rtasidagi tinchlik suhbatini izchil qo'llashga tirishadiganligini aytdi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev davlatida 31% nopusga Xitoy virusiga qarshi to'liq vaksina emlanganligini e'lon qildi. To'qayev Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 76-navbatlik umumiy majlisi doirasida o'tkazilgan COVID-19 ga qarshi turish boshliqlar yig'iniga yo'llagan sinliq uchurida dunyoning sog'lomlik xavfiga qarshi kollektiv mudofaani yaxshilash uchun ko'p tarafli tirishchanlikni qo'llaydiganligini aytdi.